EKGdagi tishchalarda qanday hosil bo'lishi haqida gaplashib chiqamiz. Demak, hammamiz yaxshi bilamiz, yurakda tabiiy fiziologik elektr o'tkazuvchanligi, ya'ni sinus tuguni, bo'lmachadan sinus tuguni, undan keyin atrioventrikulyar tugun, gis-tutami chap va o'ng oyoqchasi va Purkinje tolalariga qarab impuls harakati bo'ladi normal holatda. Endi buni demak ikkinchi standart tarmoq, EKGdagi ikkinchi standart tarmoq deydigan bo'lsak, demak P tishcha bizda har musbat bo'ladi ikkinchi standart tarmoqda. Ya'ni sinus tugunidan atrioventrikulyar tugunga qarab impuls harakatlanganligi uchun musbat bo'ladi. Keyingisi PR segment, ya'ni mana shu yotiq chiziq bu atrioventrikulyar tugunda impulslar bir muddat ushlab qolinishligini anglatadi. Ya'ni bo'lmacha qorincha navbatma-navbat qisqarishini ta'minlashlik uchun. Quchishcha demak qorinchani bilamizki 3 bosqichda qisqaradi, ya'ni qorinchalararo to'siq, pastki devor va bazal qism sifatida qisqaradi. Birinchi qorinchalararo to'siqdagi vektor harakati bizda quchishchani beradi. Keyingisi pastki devor vektori, pastki devor tepadan pastga qarab vektor harakatlanganligi uchun yuqoriga ertishchani beradi va bazal qism tepaga qarab vektor harakati bo'ladi. Bu chuqurroq esishchani namoyon qiladi. Keyingisi ST segment, ya'ni mana shu joy, mana shu yotiq chiziq. Demak, qorinchani hamma qismida musbat manfiy ionlar almashib bo'ldi. Hech qanaqa elektr impulslari harakatlangani yo'q. Mana shu holatda bizda ST segmentni beradi. T tishcha xuddi mana shu, ya'ni hamma joy plus zaryadlangan. Endi bu repolarizatsiya holatiga qaytishlik kerak, ya'ni bo'shashishlik kerak. Mana shu bo'shashishlikni bizda T tishcha namoyon qiladi. Endi bularda normativlari bor, ya'ni PR interval, ya'ni mana shu P tishchani boshlanishidan Q tishchani boshlanishigacha qarab bizda interval 120-200 millisekundni tashkil qilishlik kerak normal holatda. Agar bundan uzayib ketadigan yoki kalta tor bo'ladigan bo'lsa, bu patologik holatlarga shubha qilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 120-200 millisekund bu 5 ta kichkina katakcha degani, bitta katta katak, 5 ta kichkina katakcha degani. Qo'yras kompleksining kattaligi 120 millisekunddan, ya'ni 3 ta kichkina katakdan kichkina bo'lishlik kerak, bu normal holatda. QT intervali, ya'ni Q tishchani boshlanishidan T tishchani oxirigacha bo'lgan interval 440-470 millisekundni tashkil qiladi. Bundan torayib ketsa ham patologiya, bundan 470 dan ko'tarilib ketsa ham patologik holatlarga o'tib ketib qolish foizi ko'p bo'ladi, ya'ni taxikardiyalar. Xo'p, demak, atrioventrikulyar tugun blokadalari haqida gaplashib chiqamiz. AV qamal birinchi darajasida PR interval uzunligi 200 millisekunddan, ya'ni 5 ta kichkina katakchadan ortib ketib qoladi. Buni davolash taktikasi bu bezarar va simptomlarsiz hisoblanadi. Maxsus davo choralarini talab qilmaydi. AV qamal ikkinchi darajasini o'zini ham ikkita ko'rinishi bor. Mobitz 1, Mobitz 2 ko'rinishi. Mobitz 1 da PR interval davriy ravishda uzayib boradi va orada P tishcha bor, bitta qo'yras kompleksi tushib qolishligi bilan namoyon bo'ladi. Bu ham bezarar va simptomlarsiz hisoblanadi odatda. Lekin baribir nazoratda bo'lib turish kerak bo'ladi, chunki pastdagi yuqori darajalarga o'tib ketib qolish xavfi bor. Keyingisi Mobitz 2 da PR interval bir xilda bo'ladi va orada qo'yras kompleksi tushib qolishligi bilan namoyon bo'ladi. Bu endi katta foizlarda, ko'p foizlarda fibrozlanish yoki ishemiyani asorati sifatida namoyon bo'ladi. Ikkilamchi sabablar bartaraf qilinganda ham ko'p holatlarda mana shu Mobitz 2 holati saqlanib qoladi. Shuning uchun bu pacemaker qo'yishga ko'rsatma bo'ladi. AV qamal 3-darajasida, ya'ni AV tugun umuman ishlamaydi. Bunda bo'lmacha va qorincha alohida qisqarishlik bilan namoyon bo'ladi. Ya'ni AV dissotsiatsiyasi namoyon bo'ladi. Bu ham o'z navbatida pacemaker qo'yishga ko'rsatma bo'ladi.